Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barchamizga ma'lum, Koreyadagi Nozimani o'ldirilishi haqida juda ham keng muhokamalarga sabab bo'lyapti. Mana o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Xo'p, bugungi videomiz biz bu narsani hammasini tahlil qilib chiqdik, o'rgandik. Bularning hammasi uyushtirilganligini, rol o'ynab o'ynolmayotganligini, hamma narsani hozir biz sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, endi o'zi nima bo'lgan, o'zi aslida bu aka ham hamma narsani bilganlar. Bu yerda o'sha bolalarni o'ldirib qo'yishganligini hammasini bilganlar. Primoy efirni mana o'zingizlar ham ko'rdinglar. Misol 20 ta savol bergan bo'lsam, 100 ballikdan 99 ball menga umuman javob bera olmadi bu inson. U javob bergani ham yolg'on, oldi qochdi gaplar. Bo'lmasa shunaqangi savollar, oddiy savollar ediki, shu savollardan ham ma'lum bo'ldiki, aka 100% bu yerda bekityaptilar. Chunki bilallar, erta u bisto bo'lgan. Bu inson 500% biladi erta nima bo'lganini. Bu odam o'ldirdi demayman, bu odam o'ldirmagan, lekin biladi bu inson. Uni o'ldirib qo'ygan bolalar o'sha ichkaridagi o'sha Sherzod, Siroj, o'sha yana kimdir bo'lishi mumkin, kimdir bilan o'ldirib qo'ygan. Skорее всего biz bu narsani Sherzod deb o'ylayapmiz. Xo'p, endi bu aytishyapti, mana shunaqa, aka keling, holat shunaqa. Aka uyga kirganlar, xonadonni ko'zdan kechirganlar. Qani nima, endi buni asoslab ber, xonadonni sen aytmas eding-ku, deysizlar, men buni bilaman. Aka endi xonadonga kiryaptilar, bilyapti-da bu inson. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu plan bo'lgan. Bo'ldi, Nozimani qoralaymiz, buni fohishaga chiqaramiz, buni ichkiligiga chiqaramiz deb. Bu yerda anida nima bo'ldi, nimaga o'ldirding? Yur militsiyaga deyish yo'q. Bo'ldi, Nozima qilamiz, o'zlarini kontentlarini o'ylaganlar, o'zligini planligi bo'yicha buni yashirish. Endi kimdir aytayaptiki, pul olgan, Sherzoddan, boshqa narsa odamlardan pul olgan degan gap bor. Uni fakti menda hozircha yo'q. Xo'p, endi men o'zim gapimni asoslab beraman. Xo'p, ichkariga kiryaptilar. Bundan oldin qanaqa xonaga kirganlarini asoslab beraman hozir sizlarga. Ichkariga bu inson kiryapti-da xonaga. Bilyapti, qarang, bundoq aylanib kelyapti-da, qani bu yoqqa kelingchi deb sekin shisha tomonlarga o'tyapti, o'sha spirtnoy ichimlik turgan joyligida. O'zi erta hech qanaqa ichida hachali ozgina bo'lsa ham tegida bo'lish kerak, tegida ham yo'q. U qiz ichmagan 100%, chunki bu yoqda Ramazon. Undan oldingi kirgan xonadonlarida anaqani ochib o'tirdi-ku, ehsonchi bola. Nozimani xonasidagi tortmalarni ochganda, mana arab tilida yozuvlar, arabchadan o'rganayotgan deb, mana bu yerda joy namozlar, mana bu yerda Ramazon deb. Qanaqasi shunaqa odam o'sha kuni ichib o'tiradimi? Misol, har doim ichib yurgan odam bo'lsa ham, imенно Ramazon oyida, bu xullas gapi bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Bir joy namozni ko'rsatyapti, mana bunaqa arab tilini o'rganayotgan ekan bu qiz deyapti, nariyoqqa borib endi ichib o'tirar ekan deyapti. Bo'lmagan gap. Birinchidan erta ikkita butilka turgan edi. Uni qiz agar ikkalovini o'zi ichib qo'ydiga chiqarishdi go'yoki, agarda ikkita butilkani ichgan inson oyog'idan o'zini oyog'ini boshqara olmaydi. O'rnidan tura olmaydi. Qanaqa qilib o'zini osishi mumkin? Hech narsa bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Bu yerda maqsad nima? Bu yerda maqsad faqat shu Nozimani fohishaga chiqarish, yomonga chiqarishda, bo'ldi. Kim o'libdi? Bitta fohisha o'libdi. O'lsa o'lib ketavermaydimi? Bo'ldi. Odamlarning fokusini mana shunaqa manipulyatsiya qilib shu tomonga qaratmoqchi bo'lishdiki, lekin men afsuski, IQ'si kuchli odamlar chiqib qoldi. Mana bizning obunachilarimiz orasida IQ'si kuchli, to'xta, stop, bitta boshqa narsa dedi. Endi qarang, bu odam oldin ham kirgan bu joyga, bu hammasi kelishilingan, buni bilib turibdi. Ani bola ham do'dirab turibdi. Xullas o'xshata olmadinglar-da, eng qizig'i bor-ku, shuni ham o'xshata olmadinglar. Aylanib kelib ko'rib, yana yerdagi sigaretni ko'rib, mana bu sigaret nima deyapti? Mana bu yerda qon turibdi. Mana bu qon nimada undan ko'ra? Yo'q, bu yerda mana bu sigaret nima? Bundan ko'zlangan maqsad nimaki? Nozimani mana chakadigan ham, ichadiganga ham chiqarish bo'lyapti bu yerda. Endi ani nima deydi endi u ayolini beshbattar yerga ko'rib, mana chakardi deb turibdi. Xo'p, bo'ldi. Bu ham Nozimiga minus ketdi. Endi okani qarang-da. Bu uyga kirganliklarini yana bitta isboti. Bundan oldin kirib, hozir mana bunaqa syomka qilamiz chiqib ketishgan o'zlari. Ichkarini aylanib, kirib yurib, qani bu yoqqa kelingchi deb, endi shu detektivni yo'q bo'ldilar, ichkariga kirib, o'shani oshxona tomonga o'tib, rakvinadagi idishlar to'lib turibdi, ko'ryapsizlar, saftaxta u haligilarni olib, tegidan haliga shishasini ko'rsatyaptilar. Mana bu shisha. Nima bu? deyaptilar-da. Aniga uksus edi bu, uksus. U o'zini ichib o'ldiryotdi, men uni qutqarib qoldim. Bola geroyga chiqdi. Tushunasizmi? Bola geroyga chiqdi. Uni ko'pchilik qotil deb o'ylasa, yo'q, u geroyga chiqdi. Uni naborot jonini saqlab qolgan ekan. Yoki o'sha shunga aniq bordilar. Odamlar fokusini shunga qaratyaptilar. Debdi. Bo'ldi. Lekin qattan u odam bilyapti, u rakminaning ichida o'sha uksus yotganligini-da. Birinchidan aytib chiqanaqa uksus ham bo'lmagan, o'zini
o'ldiraman ham demagan. U qiz o'zini o'zi o'ldirmagan. Endi men sizga bitta fakt. Mana bu chemodonlarni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, undan oldingi videolarda ham ko'rsatib qo'ydim. Bu chemodonlar o'sha kuni ko'rgan bo'lsangiz ochilib yoyilib yotibdi, lekin mana bularning ichida, mana chemodonning bittasi ichida to'la narsalar bor edi. Nozima o'zining eng yaqin dugonasini oldiga ketayotgan bo'lgan 4-sana kuni, 4-mart kuni chiqib ketayotgan bo'lgan. Buni qayerdan bilding deydigan bo'lsanglar, uni eng yaqin dugonasi o'sha uyga ketayotgan dugonasi. Bitta zapsdan ham eshitdi, chiqib ketib qoldi-ku. Srochkanmi, kimgadir telefon qilib turib, bo'ldi, men ketayapman, narsalarni ishga ketayapman, ovqat bor edi, olib keting dedi, to'g'rimi? O'sha golsda ham aylandi, o'zingizlar ham eshitdinglar. Lekin u dugonasiga ketib ketmoqchi bo'lgan. Dugonasi bizga aloqaga chiqdi, yig'ladi, faqat dugonasi sal kechroq bilib qoldi. Ya'ni 4-da bizani oldimga kelish kerak edi, men oldimga, lekin kela olmay qoldi. Men ko'rib shokka tushib qoldim dedi. Biz sizni hamma ovozlaringiz zaps qoldi, shu narsani ommaga olib chiqamiz. Yo'q, iltimos ommaga olib chiqmay turinglar, men ancha yildan beri bu yerda yashayman dedi. Sudga polностью qatnashaman deyapti. Menda hamma danli faktlari turibdi. Menga qachon telefon qilgani, голосовой yuborgani, SMS yuborgani, hammasi turgan ekan. Men sudga Toshkentda bo'lsa Toshkentda, anaqada Koreyada bo'lsa Koreyada men qatnashaman. Faqat iltimos hozir ovozimni internetga chiqarib olmay turinglar dedi. Xo'p. Xullas biz bildikki, bu mana chemodonlardan ham bu qiz chiqib ketmoqchi bo'lgan. O'zini o'zi osadigan odam burnini sindirib, mana qaranglar, qanaqa burnlari sinib yotibdi, lablarini qarang, mana qo'llarini qarang, ko'karib dahshat bo'lib yotibdi. O'zini o'zi osadigan odam shunaqa bo'lganmiz. Bu odamni o'ldirishgan. Tomonlariga e'tibor beringlar, mana tomonlariga. Bu yerdagi iz teparoqda, mana bu yerdagi iz pastroqda. Inson agarda o'zini o'zi o'ldirgan bo'lsa, o'zini o'zi osgan bo'lsa, birinchidan bo'yin uzun bo'lib qoladi. Mana bo'yin uzun bo'lib qoladi. Tushunadigan mutaxassisdan so'raysanglar, bu bolaning gapi to'g'ri, haq deydi. Izli ikki xil. Bu faqat mamlakatiga tortilingan. Endi xonani ko'ringlar. Xonani bardakligida bu yerda aniq janjal bo'lgan. Endi bularning planini qarang. Plan haqida gaplashaylik bugun. Bo'ldi, buni endi ommaga o'zini o'zi osti chiqaramiz. Qattiq ostiga chiqaramiz. U bo'lishni o'ylab ko'rish qarasa yo'qmi? IQsi yetmasdan bularni vannani topishdi. Temir emas u, ko'rdinglar, men uni butun hamma ko'rdi. Shu vanna bilan, ya'ni shu dush bilan unitazni ajratib turadigan o'rnida bundoq temir turibdi-da. To есть temir emas, u alyumin. Bolalar qizlar ushab ko'rishdi bizanikilar borib. Endi akamiz chiqib olganlar, o'sha videoni o'zida gapiryaptilar. 180 akana bo'yi. Qizni bo'yi necha? Bola ham endi farqi yo'q, iloji bor shuni yomonlasa bo'ldi. 167 dedi. Past ichida qarang-da. Va shuncha yil yashab, birga yurib, sevib, bo'yini bilmas ekan, tasavvur qilsizlarmi? Endi bunaqa odamlar qarang, unga nima qizig'i bor? O'lsa o'lib ketavermaydimi deyapti-da. 175 Nozmani bo'yi, 174, 175 atrofida bo'yi. Bu narsani onasidan so'radik, etdik, ko'rdik, paytnikelik hozirni ko'rdik, haqiqatda bo'yida shunaqa oxirgi tushgan rasmlarni ko'rdik. Xo'p, xullas gap bunday emas. 180 shaqqosda zotni bu odamlarni manipulyatsiya qilyapti. Hamma ko'rsin, ishonsin deb. Lekin yerda na bir nima singan narsa bor, na boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Yana eng kulgilisi nima deyapti? 180 bu 20 sm bor ekan. Mana bu stul nimaga deyapti? Stul turibdi orada. Mana bunaqa balandlikda, bu yerda bir kreslo turibdi. Shunga chiqib u o'zi 180 ekan, haligi temir o'zi ketib turishibdi. Biz ham ko'rib turibmiz uni pastligini. Shunga bu hali yana chiqib, tushunasizmi? Uni chiqqan bo'lsa, unda haligi temir pastga tushib qoladi-ku. Xullas, umuman o'xshamadi bularning gapligi. Umuman fizikaga ham to'g'ri kelmayapti, matematikaga ham to'g'ri kelmayapti. Endi bularning yana planini qarang, qanaqa bo'lgan. Bilgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda bitta zaps tarqalib ketdi. Alo, Nozima deb, ana Nozimaning ovozi eshitilyapti, to'g'rimi? Qilgan ovozi, bo'g'ilayotgan ovozi eshitilyapti, to'g'rimi? Bu ham bitta xonada bo'lgan. Zaps ikkita telefon, to'g'rimi? Kim bilan gaplashyapti-da? Ikkita telefon yonma-yon bo'lgan. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, agarda ikkita telefon, dugonanglar bilan, o'rtoqlar bilan telefonda bundoq gaplashib kelinglar, lekin ko'rishib qolinglar bir-biringlar bilan, yaqin kelganinglarda o'sha bir-biriga eho berib yuboradi, aksado berib yuboradi. O'sha zapsga ham yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, eho berib yuborgan. Alo degan, ketma-ket alo, Nozima degan eho berib yuboradi. Bu aniq ikkalovligi u bitta joyda bo'lib, go'yoki biz mana bu o'lgan paytda biz telefonda gaplashganmiz, bizga telefon qilgan deb yemayapti. Qanaqasiga o'zini osib o'layotgan odam unga nomerini terib telefon qilishi mumkin. Bu narsalarni qanaqa qilib o'ylab topdinglar? Umuman IQga, lekin sizlarga вообще respekt. Endi qarang bularning planini-da, bularni uyushgan bir вообще zo'r planligi. Endi buni qanaqa qilib chiqarib olish kerak?
Okaxo ehson qilishlari kerak. Ehsonni o'ylayaptilar birinchi o'rinda. Ehsonni orqasidan ham yaxshigina pul kelishini bundan keyingi videolarni ham po faktu isbotlab beraman. Po faktu. Sizlar o'ylamaydi. Ko'pchilik odam aytayaptiki, bu ehsonchi akamizni savob ish qilib, yana gunohga qo'yaptilar, u qo'yaptilar. Savob ish qilgani yo'q bu odam. Bu Nozima masalasi bo'yicha savob ish qilgani yo'q. Umuman bu savobga kirmaydi. Bu yomonlikka kiradi. Siz o'ylayapsiz, agarda Nozimani haqiqatdan o'lganini bilib turib, mayli nima bo'lgan taqdirda ham o'ligini ko'rdi, shuni olib borish kerak ekanmi? Olib borgan etsa, mana bu jinoyat alomatlari bo'lyapti. Onaxon farzandingizni kimdir o'ldirganga o'xshayapti deb aytganida, unda savob bo'lardi. Ana unda bu yaxshilik bo'lardi. Lekin bu inson bu narsani bilib, 100% emas, milliard% bilgan, milliard% bilgan. Chunki uni yuvuvchilari, uni o'zini yonida yurgan o'sha fohishaxonaning rahbarlari, qizlarni ishlatadigan o'shalar yuvar ekan. Nobog'da Koreyada yana kimdir ayol kishini o'tib qolmasin-ku, Nobog'daga umuman bunaqa odamlarga murojaat qilmaydi. Uni o'zini konsullar bor. Besplatno boradi. Agar hech kim bo'lmasa, tekinga boradi. Bu tomondan davlat mablag' ajratgan. Unaqa gaplarga ishonmaydi. O'lib qolsa, bu odam bo'lmasa hech kim. Umuman u bo'lmagan gap. Konsul bor bu yerda. Pul ajratadi. Agarda hech kimi yo'q odam bo'ladigan bo'lsa, pul ajratadi. Agar odam bor bo'lgan bo'lsa, o'zi olib ketadi, yordam beradi. Umuman bo'lmagan gaplar. Umuman bo'lmagan gaplar. Xo'p. Endi qaysi joyga keldik? Bular xullas endi planni qarang. Bular endi ehson qilishlari kerak. Reski bo'ldi. Onasiga telefon qilyapti-da. Qilgan yomon ishlari shu joydan sal to'xtab uzilib qoldi. Qilgan yomon ishlari nima bo'lyapti? Onasiga shu etmagani. Sizni farzandingiz o'ldirildi. Bu yerda dahshatli ahvolda bo'lyapti. Mana yoki yuvuvchilar aytdi. Yuvuvchilar bilan oshqatuv ekanlar o'sha nima edi? Norepangmi bir bolani rahbarlar bilan o'sha yurgan ekan. Yurgan odamning ahvolini qarang. Ma'lum kim yuydiryapsiz siz? Bizni bilishimiz bo'yicha biz bolaligimizdan shu narsani bilardik. Kimdir ayol kishi o'tib qolsa, iboliy, hayoliy bir Qur'onni tushunadigan, dinni tushunadigan bir shunaqa insonlarni bilardi yuvadigan. U bilmayman, diskotekada ko'tarinliklar degan odamni yuvadi. Men endi birinchi marta ko'rdim. Shunaqa odamlarga borib yuydiratganlar bu narsa. Xo'p, bular hammasi xullas uyushgan, bular bir endi telefon qopdilar onaxonga. Buni yomonliklari shu bo'ldiki, onaxonga haqiqat etmaganlar. Prosta qizingiz o'zini o'zi osib qo'ydi. Nima qilasiz insonlarda? Bu odam aldadi. O'zini o'zi osib qo'ydi. Bechora ona shokda bir